Yaxshi, qarang. Molar konsentratsiyadan 44 ga e'tibor beramiz. Bizda 51,2 gram metil spirt va 148,8 gram suvda eritildi. Agar hosil bo'lgan eritmaning zichligi 0,9 gram taqsim millilitrga teng bo'lsa, uning molar konsentratsiyasini toping debdi. Erigan moddaning miqdorini topishimiz kerak. Molar massasi 32 gram 1 mol. Bizga necha gram berilgan? 51,2. 51,2 grami qancha? Topinglar. 1,6 mol ekan. Metanol, ya'ni metil spirt. Endi jami eritmaning massasini topamiz. Spirt 51,2, unga qo'shilgan suv esa 148,8. Qo'shinglar. 200 gram ekan. Endi eritmaning zichligidan foydalanib bu eritmaning hajmini topishimiz kerak. Eritmaning zichligi 0,9. 0,9 grami 1 millilitr. Bizga esa 200 gram berilgan. Bu necha millilitr? 222,22 millilitr ekan. Jami eritmaning hajmi bor, erigan moddaning moli bor. Endi molar konsentratsiya topsa bo'ladi. 222,22 millilitrda 1,6 mol modda bor. 1000 millilitrda qancha deyish kerakmi? 1000 millilitrda qancha? Ko'paytirib bo'linglar. Xo'sh. Aniqmi? 7,2 mol ekan. Va bu qaysi javob? D javob. Mana buni bunga ko'paytirib, mana bunga bo'lish kerak. 7,2 D javob bo'ldi. Bu 44 edi. Xo'sh, undan keyin 79 ni so'ragan ekansizlar. 79 ga e'tibor beramiz. Birdan yozib olasizlar keyin. 79 da 2 mol magniy sulfat necha litr 0,2 molarli eritmada bo'ladi deb savol berilgan. Shaqas qilsak qarang. 79 molar konsentratsiyasini necha dedi? 0,2 molarli dedimi? Ya'ni bu degani 1 litr eritmada 0,2 mol magniy sulfat bor degani. Bizga aytayaptiki, magniy sulfatni 2 mol dedi. 2 mol magniy sulfat bo'lganda eritma necha litr bo'lardi? 10 litr. Xo'sh, buni bunga ko'paytirib bunga bo'lsak 10 litr bo'ladi eritma. 10 litr degan javob B javob turibdi, demak B javob to'g'ri. 79 ga B bo'ldi. Xo'sh, undan keyin 94 ni so'ragan ekansizlar. Xo'sh. 94 ga e'tibor beramiz. Konsentratsiyasi 0,5 mol litr bo'lgan 700 ml temir uch xlorid eritmasini tayyorlash uchun necha gram tuz talab etiladi debdi. Birinchi bo'lib necha mol tuz kerakligini topaylik, o'sha molni keyin massaga aylantiramiz. Xo'sh, konsentratsiyasi 0,5 ekan. Bu nima degani? 94. Konsentratsiya 0,5 degani 1000 millilitrda 0,5 mol modda bor degani. Ya'ni temir uch xlorid. Bizga necha millilitr bergan? 700 millilitrda qancha? Ko'paytirib bo'linglar. 0,35 mol temir uch xlorid kerak ekan. Bizdan tuzni miqdorini so'rayotgani yo'q, massasini so'rayapti. Molekulyar massa topamiz. Mr temir uch xlorid. Temir 56, 35 yu 5 ni 3 ga ko'paytiringlar-da. 106 yu 5 ekan, ha? 106 yu 5. Endi ikkalasini 162,5. 1 mol temir uch xlorid 162,5 gram. Bizga necha moli kerak? 0,35 moli kerak. Bu qancha? Ko'paytirsa 56,875 gram ekan. A javob to'g'ri ekan. Xo'sh, 94 ga A bo'ldi. Keyin 102 ni so'rashgan. Xo'sh, 102 ni ham ko'raylik, keyin yozib olasizlar. 252 gram nitrat kislota necha millilitr 0,4 molarli eritmada bo'ladi deb savol beribdi. Birinchi bo'lib bizga berilgan gramni molga aylantirib olishimiz kerakmi? O'tgan dars adashmasam sizlarga xo'sh 100 necha so'ralgan o'zi bizdan?
102. Biz 101 ni ishlab ko'rsatgandik, shunga o'xshaydi. Nitrat kislotani molini topaylik. Mr nitrat kislota 63 a bu. Bu degani 63 grammi 1 mol. Bizga necha gram berilgan? 252 gram berilgan. Bu necha mol? 4 mol. Nitrat kislota. Konsentratsiyasini necha deyapti? 0,4 molarli dedi. 0,4 molarli. Bu nima degani? To'g'ri. 1000 ml-da xo'sh 0,4 mol modda bor degan. Bizda esa 4 mol modda bor. Bu qancha hajmni egallaydi? 10.000 ml. 10.000 ml degan javob D'mi? Demak, D javob to'g'ri. Yana muammolar bormi u ishidan? U ishidan yana muammolar bormi? Yo'qmi? Yaxshi, yozinglar.